Bugun biz shoppingdamiz. Hoş arzon-ku bu. Rahmat. Too big coffee. Chiqarib turadigan, ham oladigani. Sen bilan mana shu joylarda kelib shopping qilamiz, hali shu gaplarimni eslab qoldim. Nima talab et? Jenskiy narsalar ekan. To'lov qilishimiz kerak. Bu brenddan Uniqlo'da to'lov qilish ham juda bir boshqacha. Bor yaxshi. Короче, bitada yoqdim. Narxi ham bo'ladi. Faqat qizlar emasmi? Asli o'zi kassasi ekan. Ha? Yo-mayo. Men uchun bitta gig ko'rsatib ber. Ayyo. Keyin to'g'ri bo'ladi. 8 sekund hozirgi 8 sekund magazindan ham narsa olib chiqdik. U yoqda bizni xudo xolasa safarimiz qaradi. Xullas, assalomu alaykum hammaga. Bugun biz shoppingdamiz. Balla bilan. Bugun xudo xolasa yangi vlog chiqadi. Ya. Новый Югин, я? Koreya Top 10 degan brendimiz hozir. Juda mashhur brend Koreyada. Hamma shaharda filiallari bor. Zo'r tomoni bu magazinlarda, Top 10 magazinlarida sotuvchi oldingizga kelaverib bunaqa qilmaydi. O'zi taqlavermaydi. Shunchaki narsalar terib qo'yishgan, bemalol o'zingiz olib, mana bu mana kiyib ko'radigan xonalar ham qo'yilgan. Bu podvaldamiz hozir, podvalda faqat erkaklar uchun. Erkaklarga samuray ko'rsataman. Yana nima demoqchimda, sotuvchilar bezor qilmaydi, bemalol olib, kiyib ko'rib, yoqsa keyin yoqqan narsani olib, kassa bu tomonda o'sha kirishda turadi. Kassani oldiga borib, bemalol to'lovni qilib chiqib ketish mumkin. Mana. Ben sen topdim ha. Salomat. U mikrofon pishirlab ovoz chiqarmasin, ish qilaman. Aqolim ro'joyisiga. Liftda chiqasizlarmi endi? Bola zo'rg'a turibdi. Ekonomiyaga. O'tgan safar Seulga olib borib, inchundan kuzatdik. Bu safar gilamga o'rab jo'natmasak bo'ldi ish qilib. Avazaki. Ehsonimizga start beramiz. Liftda chiqaylik. Короче, bachalarga hech balo yoqmadi. Qaytib chiqyapmiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz mana Karim akani kuzatuvchilari o'zimiz o'rtoqlar hammasi baribir tanish bilish. Barakasini bersin. Mana biz hozir Keksdamiz. Bu tarafimizda musurlar, sap tarafimizda Olivyang. Murat, vosqonlarga yod bo'ling. Xullas, kiyim tanlab yuribdi. Nasib bolaga. Men ham krossovka olishim kerak. Marafonga qiziqqanim yo'q, lekin Ramazon o'tib olsa, bir hikingga borish niyat bor. Dedungsangami, boshqasigami. Endi yuribmiz Pao. Brendimiz. Pao ham mashhur brendlardan Koreyada. Lekin Vlog qilib ko'rishibdi ular ham. Yaqinlashtiramiz. Akani zo'r kiyintirib qo'yishibdi-da. Qanchasiz? Uchalasi ham zo'r ekan. Biz mana bolalar zonasiga keldik. Murat, qo'ldan. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Sepkada. Spartikka olish kerak. Kuyov bolalarga eng kerakligi. Ko'chalar ham bor ekan bu yoqda. Murat mikrofonni gapirib bilan ham tanishtiraylik. 89 ming, как $75 bo'ladi bu. Ko'chalarimiz. Bu ham 89 ming. Bu ham $75 atrofida.
Ko'ylaklarimiz 49 ming, 50 ming desak ham 40 dollar atrofida. Yana nima ko'rsatamiz? Bunaqa jaketlarimiz bor ekan. 69 ming, no bir 50 dollar atrofida. 50 dollardan chiqib o'tar ekan. Hop, futbolkalarimiz. Oddiy mana futbolkalar 35.900 imiz. Qancha bo'ladi? Bir 25 dollar atrofida bo'ladi. Oddiy futbolka mana. Yozuv bor ekan sal bo'ldi. Mana shunday futbolkalarimiz mana 25 dollar. Bu yoqdan kasblar narxini ko'ramiz. $79 ming. Bir 60-65 dollar atrofida. Pizza bo'ldi yo'qda. Nashval lekin yomon emas. Shimlar bor ekan. Shim. 49 ming. 50 ming desam ham 40 dollar atrofida. Yo'q, mana arzonroq futbolkalarimiz ham bor ekan. Oddiy hadavoy futbolkalar HB 15.900 dollardan. Salomat. Bu spawnning naqasi bor o'zini. Nimadir hozirga? Emblema deydimi, nima deydi? Bunaqa ayiqcha. Ana kiyimlarda. Salam. Yosh ko'ylaklarda ham 35 bo'libdi. Borganimizcha vaqt bo'ladi rosta. Xullas, sal turib davom ettiramiz vlogda. Xo'p, biz chiqdik. Magazinda endi Qaytamiz? yapmiz. Og'iz ochariga. Zamon. Vaqtimiz ham bo'ldi. Просто nima yeyishni o'ylayapmiz hozircha. Xo'p. Og'izlarni ochib oldik. Yengil suv bilan. Bakteriya. Achala burger yeyish kerak. Uzun qanday o'ylab turing, bu korosli anaqa ekan. Sun'iy go'shtdan qilingan ekan mana u. Bilmam, yomon-ey. 9.5 ming bo'lyapti. Bu tak bir 8 dollar atrofida bo'ladi mana. Bachamiz. Bu mana 6.5 ming. Bu o'zi 5 dollar. Kam tarona. Ustiga yozib qo'yibdi mana not beef but beef mi? Shunga barcha rasmlarni qo'yib. Eko. Mana hozir o'zimizning go'shtga o'xshaydi-ku bu kotlet-ku. Boylar ham bunaqa sun'iy go'shtlar yeydi. O'rta sarog'i. Deroqlar mana tikka yeydi. Undan ham derog'i. Hali o'rta hollari o'ziga to'qi free yeydi. Kambag'allar mana suv ichib o'tiraveradi, endi nima qiladi bosh. Nima gaplar? Biz yana ozginadan keyin qaytamiz. Nimada tezgiz yo'qolmaydi-da. Ovqatdan chiqib oldik. Tezgiz yo'qolmaydi. Endi yana Kiring mana shu yoqqa. running shoes olishim kerakmi? Ha mana. Running emas-ku bu. Mana shu narsa cho'ta yoqdi-da. 119 ming ekan. Bu degani salkam 100 dollar. Qilaymi, qanday qilaymi? 79 ming, 65 dollar. Doim kiradigan magazinimiz shumi? Ham normalniy narsalar. Ertagidan ko'ra meni Nike ko'proq yoqdi lekin o'zimga. Nike qanaqaroq ekan? Qulayroq, chamroq. Mana bitta arzon ekan mana. 95 ming. O'zi ekanda, xalosos. Mana bitta oldingi magazinda ko'rganimiz. 119 ming turibdi, 90 ming turibdi bu yoqda. 95 mingimiz 80 dollarlar atrofida bo'ladi. Naryoqda salkam 100 dollarga tushyapti. Kiyib ko'ray. Hozir ko'rgan krossovkamiz bu yerda skidkada ekan.
사이즈 있으세요? 몇 차 드세요? 270이요. 70이요? 네. 조금만 기다려주세요. 네. Birga oluvdik. 8 turgan olib chiqib beraman. Uyda qanday rangi? 혹시 이게 80 사이즈도 있으세요? 80 있어요. 80도 한번, 네, 80도 한번. o'sha haligi qoralar bor edi-ku, set. O'shalardan keyin. ular bilan yarashaveradi ular. Mana bu rangi ham bor ekanda, faqat variant. Bu ham yaxshi ekan. Shunaqaroq svet futbolkalaringiz bilan ham cho'kib ketaveradi. 네. bitta keng shim kiyib borganimga sal o'zgarib ketibsan degan. 할머니 어떻게 돼요? O'zi keng emas u. Oqmi? Bu keng, o'zi u keng emas u. 1200'de aldık. Rasmiylarni aytaylik deb. Nima yo'qmi? Ketdik mi? Ketdik. 네, 안녕히 계세요. 수고하세요. Jo, mana zo'r narsalar bor ekan, ey. Qani? Bunaqalar. Ko'rding, rat. Ushlab turing buni. Narsani savoling. Qanchaku bu? 1900. 50 ming bo'lsa $40. Yo'qda lekin ey mashlar ey. Qorasi ham bor ekan mana. Big ekan. Rahmat. İmzo qo'yinglar kimga? O'zbekistonda nima ko'rdinglar? Tanish bilish ko'p yozib. Tanish bilish. Zo'r chiqdi lekin. Tanish bilgan anaqa belgi bilan tanish bilish qilib qo'y. Zo'r ekan. 네, 안녕하세요. Nechasiz? Bo'lyapsiz amerikanomi? Ha? Menga ham Uchta kofeyimiz 7400 bo'lyapti, $6. Ikkita americano, bitta ice latte. Mana o'ynaga qarab bular qilib qo'ying. Qo'llarimizni ko'taramiz. Kofeyimiz chiqdi aytgandek-ku, mana. Too big coffee. two big coffee ice americano. O'zbekman ko'payda kartamga. Xullas, Fuji filmniki bor ekan, bitta o'sha chiqarib turadigani, ham oladigani. Nima edi? Konsistensiyasi ham sal normalroq. Chiroqlish kodi yaxshi ekan. Uniqlo degan brendga keldik. Uniqlo. Yaponskiy brend, Yaponiyaning brendi, Koreyada ochilgan. Koreyslar juda yaxshi ko'rishadi. Bu atrofda olaverasiz, narxlar bilan tanishtirib, chiroyli qilib. Mikrofonni beraymi? Sen bilan mana shu joylarda kelib shopping qilamiz, hali shu gaplarimni eslab qol. Nima tanlab bering? Zo'r. Qo'llash nimasini olsangiz, Xo'p, bu yoqda qo'shib olish kerak. Uniqlo Recycle, Reuse, Reduce deb qo'yibdi. Ya'ni shu Uniqlo brendidan olgan kiyimlaringizni misol uchun eskirgan bo'lsa, qaytib yo kichkina bo'lib qolgan bo'lsa, yo bo'ldi, qaytib kiymayman buni deydigan bo'lsangiz, olib kelib bu yerga tashlasangiz bo'lar ekan. Misol yoqib yubormasdan, yo tashlab yubormasdan, yo kimgadir ham agar bergisi kelsa, berib yuborgan odam bo'lmasa, uvol qilmasdan olib kelib bu yerga tashlasangiz bo'lar ekan. Topshirsangiz, qak buni recycle, reuse, reduce degani qayta ishlab, qayta yana reuse anaqa foydalanishga topshiriladi. Lekin buni qaytarib bersangiz sizga pul beradimi, yo'qmi, aniq ma'lumot yo'q. Yaxshi narsa qilib qo'yishibdi. Bitta Uniqlo kelmasga zo'r bitta konsert. Bu brenddan Uniqloda to'lov qilish ham juda bir boshqacha. Hozir ko'rsatamiz. Bu yerga qo'yib turamiz kofeni. Narsani ham. Xo'p. Olgan narsangizni prosta olib kelasiz. Mana bu joy. Bu yerda lekin anaqa hech balo yo'q. Na sensor bor, na hech nima yo'q. Prosta narsani prosta mana sensor hech nima yo'q. Prosta ichiga tashlaysiz narsalarni. Narxini chiqaradi. Ikkinchisini ham yana tashlaysiz. Narxi bu yoqda o'zi chiqib keladi. Qatdan chiqaradi narxini, lekin men bilmayman. Men
Bilmaganimni bilmayman-da men. Lekin narxlari aniq chiqarib beradi. Nima olsangiz ham, shim olasizmi, ko'ylakmi, qanaqa narsa olsangiz ham narxlari точно chiqadi. Yo'q, kerak emas. Bizga kartadan to'lov. Mana kartani tiqasiz. Bo'ldi. To'lovimiz bo'ldi. Bemalol narsangizni olib chiqib ketaverasiz. Juda ham oson. Ishqilib, men eng qizig'i biz vaqtda videoga olyapti-yu. Baxti ko'chada og'ziga kelgan gapni gapirib yurmagan bo'lsa bo'ldi. Hozir ko'chada qoldi-da yana u. Tashda turib-tursinmi? Короче, bitta yoqdi. Bitta ko'rdim, sraz yoqdi. Buni kiyib ko'rmasak bo'lmaydi lekin. 79.900. No 80.000. 65 dollar atrofida. Narxi ham bo'ladi. Mikrofonni sekin chiqarib turamiz. Faqat qizlar emasmi? Seriously? Okay. Great. Nima ular ham ketdi. Yo. Mana bu to'g'rimi? Hasi o'zi kassasichil ekan. Ha. Mushnim, chakchi sizlarga bitta ko'rsataylik. Madisha. Xullas, bachalarga bitta ko'rsatamiz, bolalar reaksiyasini ko'ramiz, reaksiyasini. Men dars ko'rsatgan kelyapman. Qanday? Baxti? Reaksiya. Biz reaksiya ko'rsating. Kelingchi. O qishlag'ini, fikrlarini eshitmaymiz, men ekanlaringdan fikr olmoqchiman. Qanday? Qishloq lekin men Yaxshi, stil yaxshi. Ana. Yo'q, unut lekin toza qishloq, yoz yomondan chiqqan. Stil nimaligini bilmaydi u. To'ppa-to'g'ri. Ning seriozni, so'mga ham qo'shib olaymi? Zatar olsak bo'ldi. Yaqinda ishga kiryapman-ku, 3-smenada. Operator qilib ishga olyapman buni. Stabilizator olib beraman. Shunaqa? Erta boshlangan. Jo'n gapiring menga. Rostdan bor. Kecha o'ylayapman. Koreyskiy stil bo'ladi mana bu. Mana koreyslar oddiy o'qishga ham shunaqa sumka taqib borishadi yoki просто ko'chada yurganda ham mana shunaqa sumkalar bemalol taqib. Xonni? Koreyslar. O'z shimini ham oling, brat. O'zi o'shanaqa shimingiz ham bor-ku. Qorami? Bitta kiyib ko'rsatib bering shuni. Men uchun bitta kiyib ko'rsatib bering. Ayyo. Vallonat uchun ham qilmayman jonika. YouTube'ga qo'ysangiz, men boshqa akkauntdan kirib nimaga yarashmabdi deb yozib. Birinchi negativ. O'zim nomidanman. 저희 멤버십 새로 가입해 주시고 네. 10만 원 이상 구매해 주셔야 10만 원 이상이죠? 100mingdan ko'p savdo qilsangiz. Bitta qilib to'lov qo'yib, keyin to'g'ri bo'ladi. Telefonni berib turing. Nima? Xullas, 8 sekund hozirgi 8 sekund magazindan ham narsa olib chiqdik. Kanaliga ham a'zo bo'ldik. 10 ming kupon olib, 109 mingga o'sha narsani olib chiqdik. Mana shu ishtirib qoldi, alohida olamiz. Bu bir 90 dollar atrofida bo'ladi. 10 ming foydada. Xo'p, endi oxirgi manzilimiz, xudo xolasa. Mana shu ukamizga oyoq kiyim olsak, shu bilan safarimiz tugaydi. Nasib qilsa. Bu bolani ham lekin didija bir injiqda. Mana shuni olsak, ketamiz. Air Force'lar 139 ming, 100 dollar. 129 ming, 100 dollardan chekam, 95 dollar. Xullas, videogacha turib davom ettiramiz. Bu hali beri tanlalmaydi. Biz xudo xolasa safarimiz qaridi, videomiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Shoppinglarni qildik. 1,5 ming Hamma yo'llar olindi. Bitta mana sherigimiz endi oyoq kiyim topilmadi, endi zo'rog'idan. Yoqqanini razmeri yo'q ekan. Keyingi hafta xudo xolasa yana bir chiqamiz. oilaga bergan. Ishdan dam olganda. И Короче, 2 oyligini men shu bilan
Mana shu tezlikda uyga qarab, yo'q uyga emas, xudo xohlasa to'g'ri kafega qarab qolgan suhbatimizni kafeda davom ettiramiz. Ha, o'zi uyda.